Assalomu alaykum aziz obunachilar. Farg'ona viloyatiga zakazga tayyorlagan darvozamiz tayyor bo'ldi. Bu darvozamiz high-tech fasondagi shtampovka darvoza. Bo'yi 380, eni 4 metr qilib tayyorlangan. Darvozamizning materialiga keladigan bo'lsa, listlari 1.2 listda bo'lgan. Ichiga ishlatilgan 6 ga 4 profillarimiz 1.5 stenkada bo'lgan. Yondorlari 10 ga 10 qo'yilgan, 2.2 qalinlikda. Taglari shiviller. İchiga toza 09 nержавейка ishlatilgan, ko'chib ketmasligiga, tushib ketmasligiga garantiyasini beramiz. Darvozamizni ochib yopish oson bo'lish uchun ruchkalarni qo'yib qo'yganmiz. Havo aylanib turish uchun arkali qilib, ochiq qilib, gulli qilib tayyorlab berganmiz. Darvozamizning kraskalari toza devo kraska. Darvozamiz narxiga keladigan bo'lsa, 3 xil narxda chiqadi. Darvozamiz 600 minglik, 650 minglik, 700 minglik narxda chiqadi. Hozir ko'rib turgan darvozalar 700 minglik variantda bo'lgan, pulni hamma joyda qalin bo'lgan. Bu darvozani 600 minglik, 650 minglik narxda ham chiqarsa bo'ladi. Darvozamizning sifati, ko'rinishi o'zgarmaydi, prosta listlari, profillarini qalin parashligiga qarab narxi o'zgaradi. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Darvozani ko'rib o'zlaring baho berasiz.